O'rtoqlar, ko'pchilik mendan Bazrayam haqida so'raydi deb, bu men og'riqli nuqtam bo'lgani uchun men bu savolga javob bermaslikka harakat qilardim. Bazrayam meni asli o'zi babushkamni singlilari bo'ladi, ya'ni onamni xolalari. Onam yoshligimda o'lib ketganlar, bilasizlar. Вот, Bazrayam olib ketishga ba'zi bir sabab bo'lgan. Bu narsa haqida gapirgim kelmaydi, sababi uyda erga tegadigan qiz borda, 19 yosh, hijobda. Meni storieslarim o'sha qizni, ya'ni как-никак kelinni yomon ko'rsam ham qizi jiyanim bo'ladi deb. Meni storieslarim o'sha qizni hayotini buzib qo'ymasin, ertaga sovchi-povchi kelsa, aynib nimadir, men sababchi bo'lib qolmay taqdirni buzilishiga deb men bu narsani gapirmaslikka harakat qilaman. Hatto onasini o'zi erini videolarga olib, ish qilib, qarindoshlarga jo'natib, o'zini o'zi pozoriyat qilib yotibdi-da. Erga tegadigan qizi bor, lekin o'zini o'zi pozoriyat qilib yotibdi. Men bu narsani ommaga olib chiqmaslikka harakat qilaman, lekin kelinimizni qarindosh urug'lari ham, kenaylari, okalari meni ko'rishsa kerak. Конечно, ular kelinni yonini olishadi, lekin vaziyat qanaqaligini ular ham prekrasno bilishadi. Mahalla, qo'ni-qo'shni hamma vaziyatni prekrasno biladi. Men bekordan Bazrayam olib ketib qolganim yo'q. Olib ketganimda больницаga yotqizaman deb order olaman deganimda, hattoki kelinlari Bazrayamni pasportlarini ham bermadi. Men majbur bo'ldimki, pasportlarini yengitdan chiqarishga. Bilasizlar, bu muammo emas, lekin nima sababdan bu narsa qilingan, qari insonni pasportini bermasdan. Keyin больницаga yotganlarida aniqani so'rashdi. Anketalarni, poliklinikaga 3 marta borsam anketa yo'q. Bilan gaplashsam, men bu oilani yaxshi taniyman, yaxshi bilaman. Kelin olib ketgan, mendan kelib kelininglar olib ketdi deb aytildi. Xullas, bunaqa gap so'zlar juda ham ko'p. Просто nimaga opet-ki gapirmayman? Jiyanim hijobda erga tegadigan. Onasi ham o'zi hijobda asli. Shuni taqdir buzilib qolmasin degan maqsadda indamayman. Ko'p narsani gapirmayman. O'g'illarini ko'rg'oslar kelib, qarab, tartibga tushib qolganlar, yaxshi bo'lib qolganlar, onasiga parvarish qiladi, o'xut qiladi, lekin mayli, hozir ko'p gap gapirib yuboraman, xullas shunaqa gapirmang. Язык без костей, biz hozir ko'p narsa gapirishimiz mumkin, ko'p narsa gapirishim mumkin, yoki yomonlagan bo'lib qolaman. На самом деле hamma biladi o'zi nima vaziyatligini. Bekordan olib ketmaganman Bazrayamni. Здесь со мной ей комфортно, хорошо, тепло, сыто. Mazza qilyaptilar. Kстати, meni uyimga ham Bazrayam kelganlardan keyin meni uyimga fayz kirdi, baraka keldi, topishim ham yaxshilanyapti. Bir insonni duosi shunchalik o'tar ekanki, qari insonni duosi o'tadimi yoki prosta ular bilan birga shu qarisi bor, uyi parisi bor deshadi, o'shangami? Hamma muammolarim, hammasi zamok bo'lib turgan, hamma ishlarim to'xtab, birini boshlayman o'xshamaydi, unisini boshlayman o'xshamaydi. Shunaqa hammasi zo'r bo'lib ketdi ishlarim, bilasizlar. Mana Bazrayam kelganlaridan keyin 2 oy bo'lmasdan, hali 1 oy ichida avtosalonim ochildi. Yangi universitetga ko'chdim, kosmetologiya bo'limini ochdim. Bilasizlarmi, даже просто viloyatdan kelgan patsientlarim, birinchi marta kelganlar ham nimadirlar ko'tarib kelishadi, Bazrayezga deb. Non ko'tarib kelishadi, holva ko'tarib kelishadi, asal ko'tarib kelishadi. Voy, shunaqa ham tinimsiz uyimda постоянно har kuni nimadirlar kiritishadi-da, постоянно. Вот umuman hech qanaqa mengacha ishonasizlarmi? 1 gramli og'irliklar tushmayapti-da. 1 gram og'irliklar tushmayapti shu insonni. Поэтому что могу сказать? Men Bazrayam olib ketdim, men qaryapman, men bundan xursandman, men bundan charchamayapman, я от этого получаю энергию. Меня очень много людей поддерживает, meni подписчиklarim hammasi meni qo'shib duo qilyapti. Bazrayamga qo'shib meni ko'rayotgan hamma podpисчиklarim meni duo qilayotgani uchundir, ishlarim yana ham zo'r. Bundan buyog'iga endi undan ham zo'r bo'ladi. Вот. Yaxshi dam olinglar. Biz esa Anisa bilan hozir mazza qilib. Kстати, qulupnayni ham dastavka qilib chiqarib yuborishdi, mana qaranglar hozir. Klubnika в шоколаде yeymiz. Yaxshi dam olinglar. Ertaga soat 1 dan qabul. Realniy bo'lgan voqea. 17 yoshli qizni bir ayol gelin qilib oladi, so'tak bolasini olib beradi.
va u qiz onasi yolg'iz bo'lgani uchun o'sha seni onang yolg'iz deb o'zini erini rashk etgan holda 1,5 yil o'sha 17 yoshli qizga bermagan azobi, gaplamagan gap qamid. U so'tak aram qizni himoya qilmaganidan keyin qo'limda 9 oylik bola, qornimda 5 oylik bola bilan uying boshini yesin deb chiqib tashlab ketadi. Keyin shu so'tak bolasidan yana bir xotin olib beradi, xuddi o'zini o'xshagan betayin tayini yo'q qiz olib beradi. Vaholanki hozir baxtli yashayaptilar. Shuning uchun tayini yo'qlar bo'ladi, tayini borlar bo'ladi. Ko'pchilik hollarda yaxshi qizlar baxtsiz bo'ladi. Boshlanishida baxtsiz bo'ladi, lekin oxir-oqibat qaraganda 30dan 35dan o'tganidan keyin ular ham aksariyat hollarda baxtli bo'lib, hayotlari to'g'rilanib yashnashib ketadi. Nima deymiz, tayini yo'q qaynonalari Allohim o'zi insof bersin. TikTokka kirsam faqat mana shu qizni videolari chiqib keladi hozir. Qaranglar, qanaqa chiroyli qiz qaysi ahvolga tushib qolgan. Men nima uchun burnimni, men tishimdagi implant qo'ydirishga ham qo'rqaman. Tish oldirishga ham qo'rqaman. Mana shu burnimni operatsiya qildirib yuboraman desam, odamlar yozadi, teshigi katta, qaranglar. Eshqozoning ko'rinadi deydi-ku. Misol mablag' tomonlama xudoga shukr problema yo'q, qo'rqaman menda. Qanaqadir mana shu joylarim menga og'riqli zona tuyuladi-da. Tishimni buni oppoq qilib saralari oldirib vinir qo'ydirib olsam bo'ladi. Implant ketadi-da menga, qo'rqaman. Bu qiz ham burnini operatsiya qildiraman degan, narkozdan keyin mana shunaqa shol bo'lib qolgan hozir. Ujas. Lalita, dushman quyun, endi meni uyim bor. Qora tappak, nima etsa meni gaplarim gapirib chiqasan. Senga emas meni gapim gapirish, tushundingmi? Menda bitta ovoz, sen nega meni ovozimga o'xshatib gapiryapsan? Ikkinchi marta ko'rmay meni ovozim bilan gapirganing, Lalita kuy bo'lgur. Qora tappak, qora negir. Seni bor, buqingga chiqaraman yana bir marta meni ovozimni chiqarsin, tushundingmi? Meni ovozimga o'xshatma. Kuy bo'lgur. Mani gapingmi o'zi aslida? Ha, bu meniki. Meni ovozimga o'xshatmagan. Hech kim gapirmasinmi? Yo'q. Nega? Shunga, chunki meni ovozim bitta. Dunyoda ovoz bitta, u ham masalaliy kuyov bo'l. Jahongir Saribola, Shahzoda Muhammedova, Badriddin va bir nechta blogerlar bizda O'zbekistonimizda multfilm, katta multfilm yo'q deb murojaat qildinglar. To'g'ri tanbeh. Ammo lekin tayyor turinglar. Do'stlar, Sehrlandiya O'zbekiston tarixidagi birinchi to'liq metrajli multfilm. Biz hozir mana dublaj jarayonidamiz. Multfilm tayyor bo'lish arafasida, premyera yaqin va hozir aynan mana shu multfilmni tomoshabinlarimizga, xalqimizga yetib borish uchun sizlar ham o'zingizlarning hissinglarni qo'sha olasizlarmi yo'qmi? Qani gapirishga gapirdinglar, multfilm yo'q dedinglar. Multfilm bor va u Sehrlandiya. Yaqin kunlarda premyera bo'ladi. Qani kelinglar, o'zingizlarning hissinglarni qo'shinglar va bu O'zbekiston tarixidagi dastlabki to'liq metrajli multfilm. 100% O'zbekistonda tayyorlanyapti. Ko'ramiz qani, kelib ko'ringlarchi. Hech bo'lmasa dublajda qatnashinglar.